Yevropa Tashqi ishlar va bexatarlik siyosatining yuqori vakili Josep Borrell Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi umumiy majlisi jarayonida bir yerga jam bo'lgan Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar ministrlarining uchrashishi to'g'risidagi bayonotida AUKUS deb ataladigan Amerika, Avstraliya, Angliya kelishimining Yevropa Ittifoqi o'zining Hind Tinch okean strategiyasini e'lon qilgan kuniga to'g'ri kelganligidan umidsizlanganligini, o'zlarining Fransiya bilan ochiq-oshkora ittifoqlashganligini e'lon qildi. Yevropa Komitetining raisi Ursula von der Leyen bo'lsa, Avstraliyaning Fransiya bilan yadro suv osti paraxodi yasash kelishimini bekor qilish masalasida Fransiya uchirgan muomilani qabul qilg'ili bo'lmaydi dedi. Amerika prezidenti Bayden Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inida so'z qildi. U O'rta Sharqdagi tinchlik musobaqasidan Shimoliy Koreya yadro qurollari siyosatigacha bo'lgan nurg'un masalalarni tilga oldi. Bayden mundaq dedi: Biz yangi bir sovuq munosabatlar urushi yoki qattiq ittifoqlarga bo'lingan bir dunyo bo'lishini xohlamaymiz. Yana bir qatim eskartaman, biz buning ko'yida emas. Qozog'iston Sovet ittifoqi yemirilgandan keyin Rossiya bilan tang ishlatishga boshlagan xalqaro rayon kodini 7 dan 997 ga o'zgartirishni qaror qildi. Qozog'iston raqamli taraqqiyot, yangilik yaratish va olam qatnashi ministri Bag'dod Musin o'zining ijtimoiy aloqa hisobida o'zlarining 997 ni xalqaro telegraf birlashmasiga davlatining yangi xalqaro telefon nomeri qilib tizimga oldirganligini e'lon qildi. Qozog'iston 2023-yildan boshlab yangi xalqaro rayon kodiga o'tmoqchi ekan. Amerika Davlatlik aviatsiya va olam qatnashi idorasi NASA Oy shariga mashina odam avatib suv izlashga tayyorlik qilmoqda. Shuning bilan birga yer shari sirtidagi hayotlikni izlash davomlashmoqda. Amerika olam qatnashi idorasining Marsdan kelgan tiz bitmas nomli olam kemasi to'plagan tosh avrashkisidagi tuzlar bu planetda hayotlik izlari borligini ko'rsatib berdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Guterres dunyo rahbarlariga xitob qilgan nutqida Xitoy virusi va klimat krizisi to'g'risida mundaq dedi: "Men xavf qo'ng'irog'ini chelish uchun keldim. Dunyo uyg'onishi kerak. Biz bir hongning chetiga kelib qoldik." Dastlabki natija qaraganda Kanadada muddatdan burun o'tkazilgan saylovda g'alaba qilgan taraf bosh ministr Justin Trudeau rahbarligidagi Liberallar partiyasi bo'lgan. Lekin bu partiya o'z oldiga hukumat tashkillashga yetarli ko'p sonliqqa erisholmadi. Taliban bayonotchisi Zahibullah Mujahid Kabul aerodromidagi texnik xizmatlarning oxirlashganligini va qat yaqinda xalqaro navbatchi aeroplanlarga ichirilganligini bayon qildi.